Hurmatli kuzatuvchilarim, mana bugun sizlarga mana bunaqa choylar haqida ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni paketikovoy choylar haqida. Bular sog'lik uchun juda ham zararli, xavfli hisoblanadi. Chunki sifatlisi ham bir xilda xavfli hisoblanadi. Chunki mana bu paketni tarkibidagi mikroplastlar qaynagan suvga tushganda o'zidan 14 milliard, e'tibor beringlar, 14 milliardga yaqin mikroplastlar ajratadi va siz buni ichasiz. Mikroplastlar organizmga tushgandan keyin demak, bular juda ham xavfli hisoblanib, gormonal narusheniya, hattoki saraton kasalligigacha olib kelishi mumkin. Shuning uchun siz 15, mana o'zim sinab ko'rdim, 15 sekund vaqt shammani to'kish uchun sarflanar ekan. Ya'ni oddiy bargli choyda shammasini to'kish uchun 15 sekund vaqt sarflanar ekan. Siz 15 sekund vaqtingizni sarflab sog'ligingiz uchun juda ham katta, demak, foyda qilgan bo'lasiz yoki bo'lmasam 15 sekund vaqtingizni qizg'onib, million pulingizni gormonal narusheniya yoki umuman tuzalmaydigan onkologiya kasallik uchun sarflashingiz mumkin. Shuning uchun sizga har qanday paketikovoy choydan sifatlisidan ham sifatsizdan ham ishlatishni, iste'mol qilishni tavsiya qilmayman. Oddiy o'zimizni bargli choylarda, ya'ni sifatli bargli choylarda foydasi bundan ko'ra ko'proq bo'ladi.